Adolat opa, yaxshimisiz opa, kuzimisiz? Charchamayapsizmi? Va nihoyat ko'rishdik. Mana ular bizdan bekitib syomkalar. Assalomu alaykum. To'g'risi, Adolat opani anchadan beri men kutyapman, yashirmayman. Har safar o'sha gaplashamiz, lekin hech vaqtimiz to'g'ri kelmaydi. Bugungi nasib qilgan ekan. Bugun biz tugun telenovelasini syomkasidamiz. Oxiri syomkadan tutib oldim. Va nihoyat mana keldilar. Xursand bo'ldim. Rahmat, sizga men mumkindan sovg'ani olib keldim. O'zi bilasizmi? Ha, xullas men bilaman, har bitta magazinga borganda arzonroq narxda nimadir olinadi, shunaqami? Tushunishim bo'yicha? Qisman yaqinroq kelishingiz mumkin. Barcha do'konlardagi skidkaga va chegirmaga, aksiyaga tushgan mahsulotlarni o'zida jamlab boradigan platforma. Ekotizim shunaqa platforma. O'sha platformani skachab ko'rasiz, xohlasangiz App Store'dan, xohlasangiz Play Marketdan olasiz, ichiga kirsangiz bo'ldi. Siz turgan joyda qanaqa skidka ketyapti, qancha protsent hammasini sizga ko'rsatib beradi. Nima mahsulot kerak bo'lsa, shunda poyga bersiz, qaysi magazinda qanaqa mahsulot, qanaqa skidka, qancha pul, eski narxi, hozirgi narxi hammasini yoritib boradi. Любой magazinda. Любой magazinda. Voy, вообще zo'r ekan u. Juda ham zo'r platforma. Voy, вообще cho'tka ekan. Rahmat. Mayli, men hozir ochib ko'rsam. Nimalar borligini ko'raylik. Ta-da-ta-dam. Mumkinni eslab mana kofelar ichasiz, sizga termizlar. Как раз hozir fevral oyi, hali mart oyi ham sovuq bo'ladi. Bunisi shkolat. Tableronni qayerdan bildingiz, men yaxshi ko'rishimni? Bilaman. Sezdingiz-da, opam. Bilaman-da. Bu svetsinnik. Mana buni ustiga qo'yasiz. Mana buni ustiga qo'yasiz-da, kechqurun mana mumkin tushirilgan bunda ham. Mana buni qarang, olib keling, qarang. Mumkin tushirilgan. Chotki. Mana nima ekan? Bunisi zontigi. Bunda ham mumkin tushirilgan. Vajaj. Ana. Xullas, qayerga qaraysiz, faqat mumkinni ko'rasiz. Zo'r-ku. Zo'r variant. Platformanglar gullab yashnasin, Adolat opa, to'g'risi. Xursand bo'ldim kelganingizga, yo'qlab. Rahmat. Sizga ham rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat, charchamang.